holat. Pastagilar terim bo'lgan holat. Kunli sefir. Faqat tash tepasida qolgan. Ko'rishlarga razmeri, qattiqligi zo'r. Anchuncha o'xshab ketmaydi. Hosildorligi ham ko'p. Balandni ko'ryapsizlar, bahlari kattaligini. Shunga yarasha bahodir. Hozir anchuncha hosillarni bahlanib to'sib qolyapti. Sizlarga ko'rsataman desam, o'zi ancha ko'p. Ko'z bilan ko'rganda boshqalarni. Bugun 2-aprel 2006-yil. Horma ekan issiqxonasidamiz. Deshingizlar 5-5 qilib zo'r qilib bo'lgan. Sifati ham yaxshi. Qoraligi ham, bleski ham. Hozirgi holatga shu holatga kelgan baquvvat. Mana shu kengroq ekib hosildor olish kerak. Ko'rishlarga uch solib qo'ygan. Katta kichikligi yo'q, o'rnida. Talalar to'sib qo'yapti.